shu sirg'alamni yechaman, Layla og'irlik qilyapti. Charchatadi. Bugun juda to'y cho'zildimi? Juda cho'zildi. O'zi sen bilan tushgan to'ylar Hammasi shunaqa. cho'ziladim. Hech To'ppa muxlislaring ketgisi kelmaydi. Shunaqa. Bugun juda senga nima otashim bo'lishdi. Sog'ingan ekan seni. 13 yillik muxlislarim. Uni bolachalar, qizchalar toza yopishib oldi senga. Havasim keldi. Farishtachalar. Seni uchun yaxshi ko'rishini bilinib turibdi. Endi bolaga hech kim ayta olmaydi. Bola u tabiiy. O'zini yaxshi ko'rishini tabiiy ko'rsatadi. To'g'ri, bular beg'ubor farishta, qalbi toza, pok. Xursand bo'lasanmi? Mana hozir ham shu yerga keldik, rasmga tushyapti-da sen bilan muxlislar. Xursand bo'lasanmi? Faxr bu, chunki bizning mehnatimizni mahsulida Dildor opa, bu ham xursand bo'laman. Bee'tibor bo'lishdan, avvalambor nazardan qolishdan o'zi asrasin. Endi umuman san'atdan chiqib ketding bir o'rtada. Endi san'atga qaytmayman deding. Seni ham yoki shu muxlislarni sog'inchi, diydori yana chaqirdimi? Judayam. Men aytdimki, Dildor opa, bu san'at meni hayotim, olayotgan nafasim bo'lgan ekanda. O'sha paytda ham menda stress muammolar bo'lgan, lekin men shu san'atim bilan, qo'shiqlarim bilan, muxlislarimning mehr e'tibori bilan men yengib bu narsani o'tib ketaverganman. Bilinmagan bunchalik. Keyin bu san'atdan ketgandan keyin o'sha bizneslarim to'xtab qoldi, pullarim muzlab qoldi. O'sha boshqa qiladigan ish qolmagandan keyin yolg'iz faqat uyda Alloh bilan ibodatda o'tirgan vaqtda o'sha miyada bo'laveradi-ku, ani televizor qo'ysam ham san'atkorlar chiqishadi, intervyular berishadi, qo'shiqlar aytadi. Men nimalarni orzu qilgan edim, dunyo sahnalarini egallayman degan shuncha muxlislarim bor edi. Nimalar bo'lib ketdi o'zi xayolimdan o'tadi-da, hayotim nima bo'lib ketdi deb o'zimga o'zim mana masalan meni atrofdagilar, mana siz ham shokka tushgansiz. Atrofdagilar kuzatuvchilar tushunmay qoldi-ku, men o'zimga tushunmadim. To'g'risi, endi avvalo rizq Allohdan-ku, baribir ham. Demak, sening rizqing shu san'at orqali yetkazilishi bor ekan. Mana men endi san'atga chiqmayman deganing bilan ham baribir qaytib keling. Demak, rizq nasibang shu muxlislaringning qo'lida turibdi, to'ychilarning qo'lida turibdi. Demak, sen shularni terib olishing kerak. Endi shok masalasida haqiqatdan ham shunaqa bir haroratli video chiqarib tashladingki, men aytdim shu Sharqona harorat kuychisi o'zini haroratini ko'rsatdi-yo dedim. Men aytdim shu bekorga o'ziga Sharqona harorat kuychisi deya nom qo'ymagan ekan. Haroratliman. Haroratga sahnaga chiqsam yondiraman, olovman. Yo, o'zi to'g'risi mana shu videong, shu oxirgi shov-shuvli videong shunaqa harorat berdi. Bilasanmi, endi seni bilgan, tanigan odam, sen doim mulozamatli, muloyim, juda ham odob bilan, doimo yaxshi muomala bilan yondashasan-da har bitta insonga. Seni bir haligi qo'pollik qilganingni, bir jirkigan holatlaringni ko'rmaganman. Juda nafis, mo'min, muomalali qizsan. Birdan bunaqa bir video chiqyapti. Juda ko'pchilik menga tashlab berdi-da Layla videolarni. Endi biz sen bilan ko'p sahnalarda, xalqning xizmatida, Layla bor joyda